Mana akalamni kechki yemini xudo xolasa qarab kuzatib tursiz. Hozir kechki yemini beramiz obunachilar. Xudo xolasa inshaalloh o'zimiz xunajin. Mana obunachilar assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube ishqozlari, chorva ishqozlari, buku ishqozlari akalar. Xudo xolasa bugun 23-fevral 2026-yil hafta kuniga akalar. Dushanba inshaalloh akalar haftaning birinchi kuni. Mana akalar. Bu qo'larimiz hozir boqyapmiz. Hozir kechki yemini beramiz. Mana obunachilar. Yemini tayyorlab qo'yganmiz, cho'tka qilib. Mana erta bilan tayyorlab, hozir kechga beramiz-da, o'rniga yana tayyorlaymiz akalar. Obunachilar savollar bergan ekan akalarimiz, savollarga ham javob berib o'tib ketamiz. Obunachilar savol beribdi akalar, qishda yaxshi o'zgarmaydi deb aytishibdi ko'pchilik. Akalar mana qishda isbot bilan obunachilar 3 yil 4 yildan beri boqib turgan bo'lsam, bahorda, qishda, kuzda olaman, bahorda sotib yuboraman akalar. Qishgacha boqib, bahorda sotib yuboryapmiz bu qo'larni. Mana natijasi akalar. Yaqinroq qilamiz, mana ko'rinadi. Mana obunachilar natijasi. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Yaxshi ketgan bu qo'larimiz. Like'ni bosib obuna bo'lib qo'ysanglar akalar, xudo xolasa Instagramga ham qo'yib boryapmiz. Obunachilar Telegram kanalim ochib qo'yganmiz. Silkasini opsiyaga qoldiramiz. Chorva Bo'ston chorva deb yozsanglar chiqib keladi kanalimiz, Telegram kanalimiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, unga akalar videolar qo'yib boramiz. Qiziquvchi obunachilarimizga tashlab boramiz akalar. Mana o'zimiz xunajin. Inshaalloh bu adashmasam bo'g'oz bo'ldi shekilli. Qochib qolgan bo'lsa yaxshi. Sizlarga qisqa lo'nda qilib video obzor qilaydim akalar. 2 mahal rejim asosida boqyapmiz bu qo'larda akalar. Bu qo'lar mana to'smasiz jaydari mesni bu qo'larimiz bir-biridan suzishib mana qilib yaxshi to'sib qo'yildi. To'sganimiz mana akalar, hozir kechki yemini beramiz. Soatdan 5 bo'lib qoldi, xudo xolasa. Mana yemini ko'rsatganimdek akalar, kepak, kunjara, hozir somon hammasini aralashtirib bitta qilib tashlayapman. Mollarga tashlab beramiz. Bitta qo'yni yeb oryapti. Buni ajinimiz. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' bo'linglar. Mana akalar, kechki yemini berdik. Xudo xolasa bu qo'larimizga yeyishyapti ishtaha bilan akalar. Ko'pchilik so'raganda akalar, qanaqa yem tayyorlasak bo'ladi? Birarlar somonni silyosda tashab, ichiga shuni tashab qo'yar ekan. Ko'p chala qolib ketadi akalar bunda. Buni aralashtirib bersanglar, mollarning ishtahasi ham yilaveradi. Ishtahasi ham yaxshi bo'ladi. Hech qanaqa qolib ketmaydi. Mana somonmi, naqami tekis o'rib yeyveradi. Chaynamasdan yutaveradi akalar. Mana bu qo'larimiz akalar. Bu yerdan qanaqa ko'rinyapti, qanaqa emas akalar. Xudo xolasa qo'lar yaxshi ketyapti. Akalar narxlari 21,5 million bo'lgan, 21 million 100 ming bo'lgan. Yo'l kirasi bilan mashinamiz. Qolganlarni akalar sotdik, to'g'risi. Bitta mayda bor edi, so'yib berdik. Mayda 3 ta bor edi. Sotdik ularni. Bittasini berib yubordik variantga. Xudo xolasa shu ikkita buqamiz qoldi, bitta xunajinimiz qoldi. Inshaalloh yana olamiz. Bundan keyin kuzatib boringlar, videolarda qo'yib boraveramiz akalar.